Do'stlar, shaharning markazida bundan ideal joy topolmasangiz kerak, balki bordir. Qarang. Lakasdan ko'ryapsiz, bu tomon pochta Ideal School, Rahimov School tayamizda, bu tarafda esa Oxu milliy taomlari. Qarang, Lakasdan ko'ryapsiz, yo'lda yuzda joylashgan, pastimizda yangi Havas magazini ham ochilgan, bilasizmi? Mana shu yo'lda yuzdagi 10 qavatli Novostroyka binoning 7-qavatidan sizlarga 72 kvadratli 3 xonali tayyor kvartira topib qo'ydik. Haqiqatan Lakasga qarang, vobshe dahshat. Bir qadam sentr joydamiz. Boshqa ko'chalarda emas, aynan shu ko'chada, ya'ni eng qimmatbaho ko'cha hisoblanadi. Qarang, balkonni ko'rdingiz. Bu yer birinchi xonasi, bu yerni yotoqxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Qarang. Ham chiroyli qilib, ko'zga yoqimli ranglarda remont qilingan, pardalar qo'yilgan, radiatorlar qo'yilgan, isitish tizimi mavjud, chiroyli lyustralar ilingan. Holatlarni ko'ryapsiz, mana yotoqxonaga mo'ljallangan qilib qo'yishgan. Televizor ishga joylari qo'yib ketilgan. 72 kvadrat foydali maydonga ega 3 xonali kvartira. Birinchi xonasini ko'rdingiz, qarang. Bu tomoni tashqaridan, ya'ni podyezddan kirib kelish qismi liftlari ishlayapti. Kirishimizda mana shunday pol, qarang. Kartinkalargacha mana bunday chiroyli qilib qo'yishgan. Patologlari baland, holatlarni ko'rib turibsizlar, yangi chiroyli holatda turibdi. Bu yerda bir umumiy sanuzel ko'rishingiz mumkin, kattagina, joyda muammosi yo'q, radiatorlargacha o'rnatilgan va bu yerda ikkinchi xonasini ko'rishingiz mumkin. Qarang, chiroylikgina mehmonxona, konditsionerlar qo'yilgan, pardalar xonani remontiga moslab qo'yilgan. Mana lyustralar, televizor ishga joylari mavjud. Bemalol 10 tagacha mehmoningizni maza qilib mehmon qilsangiz bo'ladigan darajada. 72 kvadrat foydali maydonga o'tganmiz. Bu yer esa bolalar xonasi ko'rishingiz mumkin. Bu yer ham ikkita farzandga bemalol joy qilsangiz bo'ladi, radiator o'rnatilgan va roma ham mavjud bu yerda. Xo'p, va oxirida esa oshxona qismini ko'rishingiz mumkin. Qarang, oshxona ham kattagina. Bu yerga stol qo'yib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana oshxona jihozlari o'rnatilgan, to'q konturli kotel mavjud, isitishdan muammosi yo'q. 72 kvadrat foydali maydonga ega, hujjatida ham shu 3 xonali kvartira. 7-qavatda bo'lyapti, Lakasdan ko'rdingiz, ichkarida mashina qo'yishga joylarigacha mavjud. Narxi esa gradoni $55,000 so'ralyapti. Albatta kam bor, qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Shunaqangi zo'r uylarda yashayman deyapti. Like bosib qo'ying, bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshilarni ulashib boramiz.